siz gapirgan gapingizga boshqa odam javob bera olishi mumkin. Aka, men o'zingizdan so'rayapman, primoy. Mana men gapiryapman. Aka, hammasi to'g'risida gapirdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, bormisiz? Yaxshimisiz aka? Salomatmisiz? Yo'q, shu nimaga? Sizni videolaringiz menga hamma tashlayapti, aytyapman, menga tegishli emas bu deb o'tgan safar ham aytdim. Qaysi videolarni sizga tashlashyapti aka? Ano, istoriya qo'ygan ekansiz, bittadan chiqib olib gapiryapsan, bittadan chiqib olib bu qilyapsan, ya menga tegishli emas deb qo'ydim. O'tgan safarga qo'yganing. Biron joyda siz men bironta gapirgan videomga sizni rasmingiz chiqqan yo'q, chiqibdi. Ha, rasmni qo'yib chiqarishdi. Просто men o'zim o'chirgizib yubordim, keyin men aytdimki, bu bola bilan hech bir ko'rishganimizda menga oshcha gapirayotgan ish qilgani yo'q, men ham bunga oshcha gapirayotgan ish qilmaganman bunga. Menga hayotda oshcha gapirmaydi. Hozir uni narsa men haqimda bo'ldimi shu gap aka? Endi eshittirsiz o'zim aytaman sizga hamma. Shunaqa men haqimda bo'lmadimda, temani o'zgartirib yubordim. Ashu oldingisida. Keyin gapni eshitdim. Agar hozir yana meni gapirib turgan bo'lsangiz, gapingiz bo'ladigan bo'lsa, xuddi siz Lyuboy bilan 100 gaplashganda, bilasiz, men ham Lyuboy bilan 100 gaplashaman, o'zingiz bilasiz. Chunki birovni anu 100 erkalik to'g'risida gapirishni keragi yo'q. Demaysiz, biz ancha oldin erkak, mujik bo'ylar deb turib, hammani ustidan yozib olganlar ko'rdik. Ikkalamizga ham erkalik to'g'risida o'zi bilishadi hammamiz. Ikkalamiz ham. Shu uchun demoqchiman, bu yerda agar shu gapni o'tgan safar ham o'zini ish bo'yicha ham, ana mashina qurishni ishi bo'yicha ham u odamning ismini aytmasam ham, o'zini xatosi bor shekilli, o'zi shu narsani kovlab chiqdi. Bu tema bo'ldi. Bu temani o'chirdim. Hozir bu temani ichiga keladigan bo'lsak, Fazlimni menga rosa javob yozishyapti. Fazlim bilan siz aytishdida, Fazlim bilan anoni aytishdi. Qovog'ini solib gapirayotgandi. Yaqinda face to face'da efirda yozishdi. Muhiddim bilan face to face'ini yozishdi. Keyin aytdimki, men dedim, bularning urushadigan bo'lsadim, endi siz gapingizni yaxshi eshiting gapimni. Agar hozir mana shu gapimga aka men bunaqa demadim desangiz, bu hozir meni gapirishingiz sizga noto'g'rilik qiladi. Nimaga? Siz to'g'risida gap ketmaganini ham bilasiz. Endi kim qanaqa tushunsa o'zi biladi. Xolasangiz siz ham o'zingizga oling, xolangiz olmang. Nimaga aytsangiz? Yo'q, deyman, xolasam o'zimga olaman. Eshiting. Aytdiki, Abi deyman, Ashim bilan urushadi deb turganda aytdiki, nimaga urushmading, bu yerda qabul qilmading desa nima degan? Oktagonligiga. Men bilmayman. Men birovni bilmasdan turib menga tegishlimi? Shunga menga tegishlimi aka, manaqami deb menga bunaqa gapingizni qilmang-ku. Men bir narsani bilmasam gapirmayman-da, ashlarga aytganman. Bu aytganki, bizga yaxshi uslubiy qilib bermadi degan. Hop, bo'pti. Men gapiraman-da, gapingiz tugadimi? Yo'q, tugamadi gapim. Shunaqa gap bo'ldi. Men shuni tema qilib shuni aytdimki, agar urushadigan bo'lsa dedim, shuni chiqib urishish kerak dedim, Lyuboy dedim. Bunaqa gap bo'lmadi. Men dedim, efirimda savollarga javob berdim-da. Humoyimizga aytib yurganimizdan kattaman. Hozir shuncha odam ichida bir-birimizga oshcha gapirib olmaylik. Ertaga yuzimiz ko'rishishimiz bor. Shuncha men gapirgan gapimga kattani ham, kichikni ham oldida bir xil javob beraman. O'zingiz yaxshi taniysiz meni aka. Hech kimga masalan biron marta hech qachon bir tegmaganga tegib, yo kimdirni bir ig'vo qilib, yo kimdirni hurmatini to'kib qo'yib, men xursand bo'lib o'tirgan bola emasman. Sizni ham yaxshi taniyman aka. Siz ham meni yaxshi taniysiz. Hozir sizni iminni gapirgan gapingiz videochilar, buni blogerlar, rasm yasab, rasm qo'yib yasayganlar temasiga meniki tushyapti, chunki men kecha u bilan ko'rishib yo'q, sizdan 50 tasi ko'rishgan. Sizdan oldin ham 50 tasi ko'rishgan. Siz bilan ko'rishganingizdan keyin shu momentda chiqarsam yoki bitta turnir bo'lib turib, turnirda shunday gapirib chiqsam ekan, bu sizlarga tegib ketsa bo'ladi. Endi kim buni o'ziga oladi? Bu boshqa narsa. Yo'q, aka, sizga boshqa savolni beryapman. Masalan, siz iminda men bilan salomalik qilganingizda ham, qilmaganingizda ham o'rtamizda muomala bo'lsa ham, bo'lmasa ham, o'zingiz uchun yaxshi bilasiz, hurmatingizni qilib, Andijonda sihatlik hamma to'planganda siz uchun o'zingiz bilasiz, o'zingiz ko'rgansiz shu videoni aka. Qayerda? Bilaman. Namanganda. Siz hurmat bu temalar gapda eshiting. Bu temalarni hamma yo'qni bilaman. Siz men sizga yana qaytaryapman. Yana sizga qaytaryapman. Qarang aka. Meni hurmat qilgan odamni biror marta bir tengi ilmagan joyim yo'q. Meni hurmat gapiryapsizmi shu Humoyi arqamdan gapirgan ekan degan gapda aka? Men sizga yana aytyapman sizga. Siz meni hurmat qilyapsizmi yo siz biror marta otingizni aytib yo biror nima dedimmi? Hozir video men haqimda chiqyapti faqat aka. Qayerdan bildingiz? Humoyi haqida chiqyapti-kan bu.
Hamma video meni rasmimni qo'yib chiqargan. O'shani so'rayapman aka. Endi Siz gapirgan ulardan so'rang-ku. Men ulardan rasm qo'yganlardan so'rang. Seni otingni aytdimi yo buni otini aytdimi deb so'rab ko'ring bir. Siz gapirgan gapga ular qanaqa qilib bu javob beradi aka? Ular javob bermasa nimaga men rasmni qo'yapti deyapsizlar? Ular siz gapirgan gapingizga boshqa odam javob bera olishi mumkin. Aka, men o'zingizdan so'rayapman, primoy. Mana men gapiryapman. Men hammasi to'g'risida gapirdim deyapman. Mani aloqam yo'qmi o'shangiz? Sizdan o'zingizdan so'rayapman. Agar mana o'zingizga aytyapman. Siz ham ertaga bo'ydan qochib turib, yo menga uslubga to'g'ri kelmadi desangiz, mana shu gap sizga tushadi. Men sizga hali bo'yingiz bo'lishini bilmayman. Nimaga deng? Sizlar urushmasligingizni bilaman-da ekanlaringizni, urushmasligingizni. Nimaga urushmasligingizni bilasiz? Sizlarning bo'ylaringiz bo'lmaydi uka. Men buni juda yaxshi bilaman. Nimaga? Ha. Birinchidan u oktagonda urushadi. Bizga o'zi 3 ta kulachniy boy berayotgan musobaqada 3 tasidan предложение kelib bo'ldi. Men u bilan kulachkada dogovor qilyapman, agar e'tibor bergan bo'lsangiz videoda. Ha, ashuni e'tibor bermayapman. Mayli, kulachkada bo'lsa ham chiqib gazini bosing, o'zingiz bilasiz. Lekin Humoy internasini eshitding-ku. Hozir internetda turib bunaqa gaplar qilmang menga. O'sha gaplar Sulton degan gap chiqdimi og'zimdan aka? O chiqqan yo'q, shuning uchun men shunday kirdim, mana shu jo'natishiga. Hozir aytdimki, unda ham aytdim. Men to'g'rimda gapirmaydi deb aytdim ularga, ham yozganlarga ham. Prosta men chetdaman, menga gapingiz bo'lsa, uka chetdaman deb ayni o'zingizga yozdim. Mana aka, agar sizga bironta lичный gapim bo'lsa, chatim sizga ochiq primo yozib qo'ya olaman aka. Prosta menga imimni gapirgan gaplaringizni, videoyingizni montaj qilib, hammasi tashab, bitta-ikkita yaqinlar tashab nimaga u Nursulton bilan yaxshi yaqinlaringiz kim? U yaqinlaringiz menga to'g'ri, qaysi yaqinlaringiz buni qilyapti? Mana men hozir sizga skrinshotlarni menga siz gapingiz aka, sizga tegishtirib yozyapti deganlar skrinshotni sizga tashab beraman hozir. Yaqinlarim Nursulton bilan yaxshi eding-ku, nimaga u unaqa gaplar gapiryapti? Endi sen face to face u bilan ko'chada ko'rishib qolgandan keyin deyapti aka. Hammani temasi yopilganda, bitta meniki ochilganda shu gapni gapiryapsiz-da, primoy. Gaplashding, nechtadan face to face qildim bilan. Hop, hammasiniki yopib tashlagan-ku. Yopilib bo'lgan-ku ular temasi. Qanday yopib tashlaydi? Ashu face to face qilganlardan bitta so'rasangiz aytadi. Uslovga to'g'ri kelmaganligi uchun bo'y qilmadik deyapti. Billat, men urushaman deb turib qanday uslovlarni so'raydi? Aka, men unga urushaman demadim, mana shularning ichida. U menga urushaman deyapti aka. Shu uchun mana meni gapimni tushuning deyapman sizga. Ha. Men urushaman deb turib, nima urushmading, bo'yni qabul qilmading desa, uslovga to'g'ri kelmayapti deyapti. Endi qarang aka, shu gapingizga bitta gapim aytayman. Mana siz eshityapsiz, siz ham eshiting. Qarang. Men boshqa bayeslar, endi kontrakt menga qiziq emas. O'zi asli bunday olib qarasangiz, sportda pul topmasa birontasi urushmaydi aka, mediasi borlar hammasi. Bu siz yaxshi bilasiz. Hammasi jichcha prosmotr ko'paygandan keyin muncha so'mma deyishga o'tadi, to'g'rimi? Xo'p. Endi agar bironta bayes menga pul kerak emas, men urushaveraman desa, yo bo'lmasam men o'zim urushaman deb Fazliddin meni tushimga ham kirmaganda, ertalab turyapman. Intervyuda ham bugun sport Farruh akani bitta xodimi bor, o'sha borib kim bilan urushmoqchisan desa, Humoyim bilan deyapti. Ikkita joyda meni gapirib o'tib ketyapti, to'xtab turing aka. Endi kontrakt birontaga men unga aytgan gapim, mana siz gapingizga tushmaydi. Prosta xalqda oldida Nursulton Humoyinni gapiribdi degan gapga men javob berib qo'yapman-da. Men qochganim yo'q boydan. Meni gapimni tushunmasa, mendan nima buni so'rayapsiz o'zi? Meni gapimga tushmayapman. Siz aytganim yo'q deb aka, boshqani aytyapman. Agar siz jangdan qolsangiz, siz gapingiz deyapsiz, to'g'rimi? Ha, mana shuni aytdim. To'g'ri aytdimmi, noto'g'ri aytdimmi? Hali meni jangim yo bo'lmasam bironta bir podkast qilgan joyim yo'q-ku. Sizga Humoyon gapni eshiting deyapman uka sizga. Agar siz ham jang bo'lsa, jang bo'ldi bo'pti, qochsangiz shu gap sizga tegishli deyapman. Men siz hozir jangiz aniq endi urushmasa shunda qochsangiz shunaqa bo'ladi deb gapirmayapman. Keyin siz aytyapsizki, aka, mediasi oshgan bayeslar pul talab qiladi deyapsiz. Oktagon bir 100 ming dollar pul beradimi? Oddiy misol men sizga aytyapman. Oktagondan men aka 200 ming bersam oktagonda urushmayman. Siz aytmayapman men.